zarari? Endi anaqada bir opachanom narsa ko'p tushmas zarar, keyin videolarni ko'ryapman, uzuvchilarni ko'p, ultrazvuk bu hech qanaqa nur emas degandan keyin anaqa уже sal u yerim bo'lib kelyapmanda. Ishonchsiz ertalab keldim, ko'nglim to'q bo'lib Telegramga kirsam bez o'chirib anonsi bor ekan-ku, shunga bo'lsa ham kelib ko'rinib ketaman deyapman-da. Bunaqa narsa olib tashlab sizlarda. Oyijonisi, hammasi joyida, xavotir olmang. Shamollashlaringiz ta'sir qilmagan. Tak, ko'chish bor degan siz ko'chishlaringiz yo'q, ugroza tonuslar yo'q, zo'r katta bo'lyapti. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Yuragi yaxshi uryapti, katta bo'lyapti. To'g'ri, ozgina bir hafta kechroq ko'tarilgansiz. Ovulyatsiya kechroq bo'lgan. Bola o'smay qolgan emas, kechroq bo'lgan shunchaki. Zo'r xavotir olmang. Sog'inganingizda kelavering, ko'rib qo'yaman. Rahmat.